Demak, 11-sinf matematika 2025-2026 o'quv yili uchun chiqarilgan imtihon variantidagi misollarni demak birgalikda ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Hisoblashga doir mashqlar bor ekan. Demak, shu hisoblashga doir mashqlarda birgalikda misollarni ishlaylik kelinglar. Demak, birinchi misoli 4-yildizda 48 ni 4-yildizda 3 ga bo'lish kerak ekan. Plus 1 taqsim 3 ni minus demak kvadrat ekan. Endi bu degani nima degani? Bu 4-yildizda 48 taqsim 3 degani bu 16 degani. Plus endi mana bu minus daraja degani bu 1 taqsim yana bitta 1 taqsimga ol degani 1 taqsim 9 bir yo'li kvadratga oshirib yubordim. Endi bu 16 chiqadigan bo'lsa 4-yildizda 16 dan 2 chiqadi. 2 plus mana bu tepaga chiqadigan bo'lsa 9 bo'ladi. 2 plus 9 barobar 11 bo'ladi. Endi 5 ni 11-si taqsim 5 ni 25-si ekan. Minus ko'pinchi yildizda 27 taqsim 8. Endi 5 ni 11-sini yozamiz. Pastga 25 ni 5-si bo'lsa bu 5 ni nima bo'ladi? 10-si bo'ladi. Minus endi bu ko'pinchi yildizda 27 taqsim 8 dan 3 taqsim 2 chiqadi. Bularni qisqartiradigan bo'lsak 5 qoladi. 5 minus 3 taqsim 2 yoki buni 5 minus 1,5 desak bo'ladi. Bundan 3,5 chiqishi kerak. 7 taqsim 2 deb yozib qo'yamiz. Endi 3-misolimizga o'tdik. 5-yildizda 8 ni 5-yildizda 4 ga ko'paytirishimiz kerak. Bunda nima bo'ladi? 5-yildizda 32 hosil bo'ladi. Minus mana bu 10 ni minus 1-si. Xuddi boyagiga o'xshab 1 taqsimga olamiz. Minus darajani yo'qotish uchun 10. Endi 5-yildizda 32 bu nima degani? 2. 2 ni 5-si 32 degani 2 minus 0,1. Ayiradigan bo'lsak 1,9 yoki 19 taqsim 10 desak ham bo'laveradi. Endi 4-yildizda 81 bu nima degani? 3 degani 4-yildizda 81. 3 minus 2 ni 11-si. Pastda nima? 8 ni 4-si bu 2 ni 12-si bo'ladi. 3 minus bularni qisqartiradigan bo'lsak 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2. 3 dan 0,5 ni ayirish kerak. 2,5 degani yoki 5 taqsim 2 deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Barobar ko'pinchi yildizda mana ildiz osti 11 plus ildiz osti 3 ko'paytirilgan. Ildiz osti 11 minus ildiz osti 3. Bu a minus b, a plus b ni ko'paytirish degani, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Ya'ni 11 minus necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Bu ko'pinchi yildizda 8 degani. Bundan necha chiqadi? 2 chiqadi. Endi 6-misolga kelamiz. 6-misolimiz mana bu minus darajalarni bir-biriga ko'paytirsak plus daraja chiqadi. 3 ni 10-si taqsim 3 ni 9-si plus ikkita ko'pinchi yildizdagini bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'pinchi yildizda 1 taqsim 8 chiqadi. Bularni qisqartirsak 3 qoladi. 3 plus ko'pinchi yildizda 1 taqsim 8 dan 1 taqsim 2 chiqadi. 3 ga 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsam 7 taqsim 2 degan javob kelib chiqadi. Endi mana bu 6 ni 10-si ekan. 6 ni 10-sini biz 7-sinfga ko'ra nima qilamiz? 3 ni 10-si ko'paytirilgan 2 ni 10-si qilib yozib olsak bo'ladi. Pastda 3 ni 10-si ko'paytirilgan 2 ni 8-si bo'ladi. Minus mana bu 10 taqsim 3 ni minus 1-si ekan. Bu 1 taqsim 10 taqsim 3 degani. Endi 3 ni 10-chilar qisqarib ketadi. 2 ni 10-si bilan 2 ni 8-ni qisqarsa 2 ni kvadrati qoladi. Bu 4 minus 3 taqsim 10 degani. 4 dan 0,3 ni ayirish degani 3,7 chiqadi yoki 37 taqsim 10 desak ham bo'laveradi. Endi 8-misolimizga o'tamiz. Ko'pinchi yildizda 27 minus plus ekan. 1 taqsim 2 ni minus 2-si ekan. Bu 1 taqsim 2 emas, endi 4 qilib qo'yamiz. Bir yo'li kvadratga oshirib qo'yamiz. Ko'pinchi yildizda 27 dan 3 chiqadi. 3 plus 4 mana bu tepaga chiqsa
4 bo'lib qoladi. Qo'shadigan bo'lsak, bizda 7 degan javob kelib chiqadi. Endi ko'pinchi yildizda 270 ni ko'pinchi yildizda 10 ga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak, bizda ko'pinchi yildizda necha bo'ladi? 27 qoladi. Plus 1 taqsim 5 ni minus birinchisi ekan. Bu 1 taqsim 5 degani. Ko'pinchi yildizda 27 dan 3 chiqadi. 3 plus 5 degani bu bizda 8 ga teng bo'ladi. Endi 10-misolimizga o'tamiz. 10-misolimizda ifodani qiymatini topishimiz kerak ekan. 7 ni 10 3-chisi taqsim 49 bu 7 ni 10 ikkinchisi degani 7 ni kvadratini 6 ga ko'paytiryapman. 6-darajasiga 12 chiqyapti. Minus mana bu 4-yildizda 625 taqsim 16 dan 5 taqsim 2 chiqadi. Bular qisqarsa 7 ni o'zi qoladi. 7 minus 5 taqsim 2 degani. 7 dan 2,5 ni ayirish degani 4,5 chiqadi. Yoki 9 taqsim 2 degani. Endi 11-misolimiz. 11-misolimizda ko'pinchi yildizda 25 ni ko'pinchi yildizda 5 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiradigan bo'lsak, ko'pinchi yildizda 125 bo'ladi. Minus 4 ni minus birinchisi bu 1 taqsim 4 degani. Bundan 5 chiqadi. 5 minus 1 taqsim 4 degani. 19 taqsim 4 degan javob kelib chiqadi. Barobar 12-misolimiz. 125 ni 5-chisi ekan. Bu nima degani? 5 ni kubini 5-chisi bo'lsa, 5 ni 15-chisi bo'ladi. Pastda 5 ni 14-chisi. Plus 6-yildizda 64 bo'lsa, bu 2 ni 6-chisi bo'lib 2 chiqadi. Bularni qisqartiradigan bo'lsak, 5 qoladi. 5 plus 2 bo'ladi. Demak, bizda necha? 7 degan javob kelib chiqadi. Telegram orqali, demak, mana shu 11-sinf, 9-sinf imtihon yechimlarini sotib olmoqchi bo'lsanglar, nima qilasizlar? Telegram orqali kuchukcha katta I 74 80 ga nima qilinglar? Yozinglar. 74 80. Telegram orqali imtihon yechimlarini sotib olish uchun. Hammaga rahmat. Videoga like bosish va yaqinlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.